Qizil qala vitaminli quvvat ichimlik hamkorlashgan yangi navo programmasi. Programımızın başlayışından avval bizdeki bağlıqçı ustazlarını tanıştırıp ötken bolsaq, bugungi bağlıqçı ustazlarımız ataqlıq naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulrahim Akal efendim qarshi olamiz. Ataqlıq naqshchi Dilshod Raydin efendim qarshi olamiz. Biz daydiganda deb bo'ldik, unda bo'lsa programmamizni rasmiy boshlab ketgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi biz Ana tursa tildumar Birzatga ko'z tegarmu Ana tursa tildumar Birzatga ko'z tegarmu Ata tursa zulqar Kurashda bosh egarmu Ata tursa zulqar Kurashda bosh egarmu Anilarning qo'y ko'zi Xijil g'iylar kechini Adilarning yulduzi Aqar tartang kechini Anilarning qo'y ko'zi Xijil g'iylar kechini Adilarning yulduzi Aqar tartang kechini Ata degan zulqar Ana degan g'amguzar Ata degan madadkor Ana degan diltumar Ata degan zulqar Ana degan g'amguzar Ata degan madadkor Ana degan g'amguzar Ata degan madadkor Assalomu alaykum salom. Va alaykum assalom. Sahnimiz xush kelibsiz. Rahmat. Aldulan, tomoshabin do'stlarga o'zingizni bir tanishtirib ketgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum Nahmaydonki tomoshabinlar. Hurmatli ustozlar, ekrandagi ko'rmanlar, hammanglarga Muxtabar Mahmuddan o'tliq salom. Muxtabar, yurtingiz nereden? G'ulja. Hozirmi shu G'uljadami? Yo'q, hozir Urumchida turadimi? Urumchida turyapsiz, o'qiyapsiz. Ha. Unda bo'lsa, necha vaqtlaringizni tatib naqsh etishga boshlagansiz? 9 yosh. 9 yosh vaqtlaringizni tatib, hozirgacha naqsh etyapsiz. Bundan burun hamda mushta Navadek cho'ng sahnalarga kelib naqsh etib baqqanmi, etib baqmaganmi? Yo'q, shu maktabda faoliyatlar olsa aytaman, shu Navod tunji qitim kelishim. Bunda cho'ng sahnaga tunji qitim kelishim shundami? Unda nima uchun bu cho'ng sahnamizga kelishni o'ylab qoldingiz? Nava programmasi yo'l qo'yilgan intayin yoqtirib ko'rman. Shuningga o'zimning orzusi bir nava sahnasiga chiqib beqish shuningga kelgandim. Uydagilaringiz hamda shu san'at jihatdan da ortiqchiligingiz borki, qo'llandi sizni? Qo'llaydi. Qo'llaydi shundami? Bağlıqçılarning bir bahosini olib o'tamdik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz qizim. Alaykum assalom. Ma ana Tiltumar Atazulqar degan bu naqshni bizning yosh kompozitorimiz Abdusalom Abdusopur 93-yil ijod qilib, birinchi qitimliq shu Shinjong yoshlar naqsh musobaqasida Muqaddas degan bir qarmayliq qiz mush naqshni etib tonilgan. Bu naqsha butun Shinjongga pur ketgan. Hozirgacha etilib kelyapti. Siz ham 16 yoshga kirdingiz. Naqshingizda bir sabiylik bor. Ya'ni shu bolalikning yani şu o'smir bolaning bir puraq turdi. Bu naqshning puraq shivillarini elishing'iz, ya'ni sizning o'sha yishingizga shundoq mos kelgan.
Davamlıq yəni müş kəsib tırırsınız ki, çoğun bolğan çağda, yəni çoğlarının biraz pişqan, təmkin, toşqan mınaq pıraq şivlərini, naqş etiş texniklərini egəlləysiniz. Hazırkı müş işinizdə siz nəyətdə yaxşı, tetimliq, yama yıqımlıq etdiniz mən axşı olam. Sizge ben hayran qaldığınız müş işinizdə müş səhnəyə çıxıb, müş naqşda oduqmay, yəni tayir bilən neymi sorusu cevaptı. Şundaq təmkin verib tuğunuzға mən hayran qalıbatman. Hem de rast bir səhnəyə çıxmaq bir kiçik bol emas, bu çoğ adam üçün mü? Ayaqdan mağdısımız yıqılıb düşdü qalacaq. Bu bir tez iş. Gayretinizə barakallah, sizə amet yer olsun. Rahmet Reşet'e. Sizin avazınız o'ttir ovoz doirasiga tava, yiqimliq bir ovoz ekan. Bu naqshinimi, naqshiga mos harakatlar bilan nihoyatda jo'shqin, tamkin yaxshi o'rinladingiz. Boy deb o'tdi, deshatganmi? Bizda mush o'ttir ovozliq naqshilar nihoyatda kamchil. Yuqori ovozliq naqshilar bek ko'p, mush o'ttir ovozliqlar. Şöyle sanat institutu boğandaki muştan bek dikkat kılma. Müşterekler bizge menbemu bek kamçil. Oturavaz bek az. Şuna amda hakikaten muşni çin jürkünüzden muş kesipni yaxşı görüp men muşdan bilen şugullanma deydiğen oyunuz bolsa mani menba. Tek amda 16 yaş kiripsiz. Bolsa muş avaz ilmide sistemlik mükemmel terbiyelenişke ehemmiyet verin. Ahmet tileymen. Rahmet Emre Gülmalım. Ana Tiltumar Ata Zulfikar degan naqshini qizg'in kayfiyat bilan yaxshi ijro qildingiz. Bu naqshim boya Dilshod deb o'tdi. Nihoyatda keng doir tarqalgan yoshlar ichida. Dastlabda muqaddas aytib nom chiqargan, keyin Asqar deganligi qarmayliq bolimi bu naqshini Qaysar degan bolimi bu naqshini aytib xili nom chiqarib Amerika'ya imkan verip Amerika'da piyanino kasbi boyunca a'lo natija elib öz kasbinin yolunu açtı. Bu sizmi bunun dikin texim tirishib Emragül Malum aytgandek teximimiz kasbda ilgirlishimizni umid qilaman. Ahmet yer olsun. Rahmat. Rahmet sizge muhtabar. Yaxşı naqshini birden kelsin. Şu naqshini aytqanini aldı o'chib qoldi o'xshaydi. Bo'ldi. Qarama qashtiram. Ma'qul. Bizning naqshimiz bosqichidagi birinchi nomerlik mayirimiz va o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan ikkinchi nomerlik mayir. Bağlarınğa küçək salsam, ünəmi ünməsmun. Şirin sözünü qısam, yarğam, küləmi külməsmun. Bağlarınğa küçək salsam, ünəmi ünməsmun. Şirin sözünü qısam, yarğam, küləmi külməsmun. Tikən bağını bərsəm, sıba yarımğa. Çıkayım desem çıkam çıkmaz mı? Vay da deyxinim, vay alucinim. Kılıcayga çıkayım desem çıkam çıkmaz mı? Kılıcayga çıkayım desem çıkam çıkmaz mı?
Maşuq üçün qurban emasman Nigarımның üni kelsə dilim suyunur İzlab dirib məlisiga sarson emasman Vayda dayxinim va yoru jinim Jafo chekkan anarımdan endi ayrıldım Mening suygan shu yorimdan endi ayrıldım Adıyla özünüzü bir tanıştırıp ötün. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Nahmedandagi tomoshabinlar. Hammanglarning hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Maralbeshi o'g'lani Abdulla Ahaddin sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Maralbeshi geldiniz. O'qiyaptimi siz? O'qiyapman. Qaysi maktabda? Shinjon san'at instituti Ha. muzika kasbida o'qiyapman. Cho'nag'aribda o'qiyman. Cho'naq ma'rifat muzika kasbida. Ha. Endi qaysi muzika asosli qanday? Pianino. Pianino. Ha. Ha. Unda bo'lsa nima uchun kelib qoldingiz sahimizga? O'zimningki shu talentimni bir joriy qildirgach, ota-onamningki talabi bo'yicha Ha. bir chiqib o'zimni sinab boqay. Bir chiqib yiqqan balam bizni ko'rib boqilay deganmidi. Ha, bo'ldi. Bo'ladi unda ikkimiz birlikda turib shu bog'lovchi ustozlarning bahosini bir anglab o'taylik. Ovozingizning to'g'ri bor, sadosi bor, doirasi kengri, yaxshi bir ovoz sharoitiga ega ovoz ekan. Va'da nomliq usulliq naqshinimi xeyli hissiyotliq, tamkin o'rinladingiz. Ko'rinib turdi sahnaga xeyli pishibsiz. Bo'libmi usulchi qiz o'g'limizmi chiroyli harakatlari bilan sizga alayda husn qo'shdi. Davomliq izdining, davomliq tirishim. Ma'qul. Rahmat Amir. Bu naqshibaki yiqimliq naqshga melodiyasi shunday yaxshi buning muzika akkordlashtirish uslublari naqshning melodiyasi hamisi bizning Darvish ansamblining tambakani Azraq. Almatadagi Darvish ansamblining o'sha sunay naylarni ishlatishlari, dablarni ishlash muzika akkordlashtirishning mushaq initsiyati mashtaraq ma'noda. Murat Muxtar qan to'g'daymi bu naqshni? Ha, Murat Tunji Muxtar etkisi Murat Kamudaymi? Shundaqmi? Murat Muxtar qana. Bak yaxshi aytdingiz. Bunday lirikalik bir naqshgan. Gerçi yomon yuqori bir avjilari, yomon qiyinlik darajalari, mana chin qildigan bunaqa xayollar bo'lmasa-mu, lekin nayt lirikalik bir naqshnimi lirikalik qilib nayt haqiqiy yiqimliq etmoqqa yomon tas. Bu bir texnik. Sahnaga qiyofatingiz shundaq yaxshi, siz bir sahnaga pishqan bir artistkinsiz. Navoga kelganligingizni qizg'in qarshi olamiz. Davomli tirishing bo'ladi sahnaga nayt tamkin shundaq yaxshi chiqdingiz, naqshnim yaxshi o'rildingiz. Rahmat tilayman. Rahmat. Naqshini haqiqatan yaxshi ijro qildingiz. Naqshining o'zimi mazmuni bilan melodiyasi bir-biriga yaxshi moslashgan. So'zlarni elishingiz bilan ochiq, hissiyotingiz bilan qizg'in, sahnaga yarashgan. Yaxshi ijro qildingiz. Rahmat Abduzga. Bo'ladi Abdullah, arama arso'sangiz. 2-numurluq mayrimizmi o'ziniki naqsini aytib o'tdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 3-numurluq mayrimizni Sensiz ötken günüm bana azaptır. Sen olmasan yaşayamam. Birov kelsa bulup hayatimga mehmon. Dilxonimga boshlayolmasman. Sen bilen birge sen gelmesen ben külenmeymen. Sensiz dünya bana zulmet karangu. Sen yok yerde
Ve aleyküm assalam. Aldı bilen siz bilen bir tanışıp çıkılı. Assalamu alaikum barcha hemşire o'rtag'an ustozlar va ko'rmalar. Huzur oldidagi barcha tomoshabinlar men Aqsu Baynayisdan Shiringul To'qniyozdan sizlarga o'ttiq salom. Rahmat. Aqsu Baydan keldingizmi yoki mush Urumchi turamsiz? Aqsudan keldim. Aqsudan keldingiz. O xizmat o'rningizmi shu yerdimi? Yo'q, o'qiyapman hozir. Nada o'qiyapsiz? Qonun kasbida. Qaysi maktabda? Partiya maktabida. O'zim Qonun deyman. kasbida. Ha. Unda bo'lsa qonun kasbida o'qigach ancha-muncha mushaydim naqsh etib qo'yaptamsiz yo? Ancha-muncha faoliyatlar bo'lib qolsa, takliflar bilan berib aytib, Aqsu tavasida aytyapman. Aqsu tavasida shundami? Bundan bir san'at tarbiya olib boqmagan. Aytmoqimgan, lekin bu qitimqi mana shu butun Shinjongda mana shu naqshlarni yig'ib qilgan Ipak yo'l sadosiga qatnashish fursatida qatnashdim. Qaysi ustoz tanladi sizni? Tanlamay qoldim. Hech qisi yo'q. Mana mushta bizniki qaysi sahnamiz bo'lsin, hammamizni qiziqin qarshi oldi. Unda bo'lsa Navoiyga kelishga maqsadingizmi? Shumi yo boshqa maqsadlar bormi? Mana shu ustozlarning bir balishini anglab boqay deb. Bir anglab boqaylikmi? Kutilmayman degan bu naqshni aytib hissiyatli yaxshi etdingiz. Sahnadagi obrazingiz shunday yaxshi. Qo'lingiz bilan elishingiz ham jiqib ketdi. Asharkat sal jiqib ketib qoldimi? Ana keyin qarang. Sal temdirib qoldim. Kulolmayman sen naqshning keyni sen naqshning keyni jinni olib ketdi. Yashayolmayman olmaydi. Yashayolmayman deb tikkanin. Men uçqam başqa. Bütün naqshning keyni hammasini niyerpini jumbold ekansiz. Bu naqsh kasbiy naqshlik kasbida qat'iy ma'ni qilingan ish bu. Kasbiy naqshchilik masalan Mashamara qilmadim naqsh dars berdi. Mushtaq naqshchilarning hammasini keyni ashtaq ilvas o'z tuzdun deydi. Uçuq tovush bo'lishi kerak. Bo'ladi, diqqat qilay. Mushning diqqat qiling jumon. Yashayolmayman. Kelin ig'iz jumboldi. Menda baldur jumbasangiz o meni taza yaxshi bo'ladi. Qolgan jihatda ovozingiz shunday yaxshi ekan. Hissiyatliq yaxshi etdingiz, sahnadagi qiyofatingizmi yaxshi. Kiyim yarishibdi, chash bitirib bırakışibdi yaxshi. O'tiqlayman. Shiringul To'qniyaz. Xush kelibsiz. Jiritingizga barakallah bay o'zingiz deb o'tdingiz. Haqiqatan o sahnaga cho'qim men natija olaman deb emas. Bu sahnaga ko'nish, sahnaga pishish, mushu tajriba yakunlashmi cho'ng bilim. Ovozingiz yo'ruq, yuqori ovoz doirasiga tava bir yaxshi ovoz ekan. Kutilmayman nomliq bu naqshnimi to'limi liriklik, hissiyatlik yaxshi o'rinlab berdingiz. Taklifim sahnadagi badan tutish jihatda izdining omad tilayman. Bo'ldi, rahmat ma'lum. Bo'ldi Shiringul. 3-numurlik mayrimizga sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Anamdin ayrılık Sundi kanatım hayrılık Yürekli dert elem ezdi Bağrım ana sizden ayrılık Yürekli dert elem ezdi Bağrım ana sizden ayrılık Ana kandak yerge kettiniz İzdep barsam tapalmaydıgan Kabrinizning beshida tenha Qon yig'layman o'rlab tatbiqat Kabrinizning beshida tenha Qon yig'layman
Ana dese küzümden tüküldü yaşlarım. Sizden küçük ayrılık, sizge kanmıgaç bu bağrım. Sizden küçük ayrılık, sizge kanmıgaç yürek bağrım. Sizge kanmıgaç yürek bağrım. Sahnimizga xush kelibsiz Emin aka. Rahmat. Endi yana bir qatim o'zingizni tanishtirib o'taman. Men Tumshq shahriga qarashliq 50-tuvan Shaqur diyoridan keldim. Shaqur diyoridan. Shaqur yezma. Yeza o. Shaqur yezi. 50-tuvanga joylashgan. 50-tuvanning bir yezisi. Yezisi. Unda bo'lsa aka, Navoiy sahnimizga nihoyat yaxshi kelibsiz hamda onamizni aslaydigan, onamizni kuylaydigan nihoyat yaxshi bir esil naqshdan birini kelibsiz. Unda bo'lsa siz Shaqur yezida qanday bir kasb bilan shug'ullanasiz? Men Shaqur tuluqsiz o'tir maktabda muzika o'qituvchisi. Muzika o'qituvchisi. Tumshq shahridanmi bizniki xili mayirlar kelib qatnashyapti hamda shu Navoiy programmamizga. Haqiqatan naqshni nihoyat yaxshi aytadigan mayirlar haqiqatan ko'pga. Hamda bir to'liqsiz o'tirganki o muzika o'qituvchisi. Undan boshqa ishlaringiz bormi? Meniki dehqonchilik qilamiz biz. Dehqonchilik. Qo'shimcha dehqonchilik. Hamda muzika o'qituvchi darsni o'tib beriblam, dehqonchilik qilmaydi. Mening oilamdagilar shu dadamlar, shu dehqon. Shu dehqon. Kivazni teriydi-ku. Kipez terimiz asosida. Kipez teriysiz. Darsni o'tiblam, tanaffuslarga berib terib kelamsiz azroq ya. Shu darslardan o'tib bo'lib shanba alma mening oilam. Ayıl ayali. Şu menki maslish bilan ishkaz bilan tang shug'ullanaman. Unda bo'lsa Naqshbek yaxshi aytadi ekansiz hamda shu moral istavasidami mustabir faoliyatlar qatnashib turamsiz Naqshbek? Men endi shu yurtimizda kichik bo'lsa, ancha shu so'rinlarda Naqshbek. Bo'ldi. Shaxsan menga yaqinlik tuyuldi, Naqshingizni yaxshi aytib berdingiz. Unda bo'lsa biz bog'liqchi ustozlarning bir bahosini anglab o'taylik. 4-numurluq mayer ovoz tusingiz nihoyat yaqinlikka. Ovozingiz arla egiz ovoz turiga mansubkan. Yuqorida anonimlik naqshini so'zlarini ochiq, melodiyasi nihoyat kuchli lirikalik hissiyat bilan intayin yaqishliq yaxshi ijro qildingiz. Rahmat. Xush kelibsiz Eminjon. Navoiy sahnimizga. Siz ep kelgan bu naqsha shundoq ta'sirli bir yaxshi naqsh ekan, melodiyasi shundoq yaxshi. Ayni zamonlarda hammamizga tanishlik qilgan yana bir naqshi bo'lgan. Ko'pdan beri tushib buzilib, yurar edi, ashlikda kunim onamni eslab. Ko'pdan beri tushib buzilib, mush naqshimo shunchalik cho'ng zo'r ta'sir qo'zg'agan bu Almatadagi kompozitorlarning ijodiyati. Hozir kechik naqshlarimiz aytgan shu naqshiga o'xshash shu saviyadagi yana bir onamni eslab kelman. Haqiqatan. Endi shu rasmiy onani ta'riflaydigan ba'zi bir jiq odamlar onamda naqshni aytadi, teksti onamning bo'lgan muzika sezim animalari, templari, melodiyalari toza tutmaychi odamni. Ma'noda rasmisiz shunchalik hissiyatli mush naqshni kirib, mush naqshni haqiqatan yaxshi o'rladingiz. Rahmat olsun sizga. Rahmat Nishakka.
Bo'ldi, Nimuz aka, aramaga tushsangiz. 4-numurluq mayırımız mı özünki naqsını yetib ketdi. Onda olsa qizg'in alqishlar bilan 5-numurluq mayırimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Sen kütersen beni, ko'nglimga orom berib, shonu sahar yurdim, arqamdan soya bo'lib, balki ko'nglim pokiza, bu bir o'tkinchi havas, balki sevgi yo'lida o'zim yosedim qafas. Mayli desam da bana, mayli demasman sana, oxir bir kun ayrilib xayr demasman sana. Mayli desam da bana, mayli demasman sana, oxir bir kun ayrilib xayr demasman sana. Belki yarın bölektur, sevgi sana gerektur. Leyli demegin meni, Leylim başka yürektur. Belki yarın bölektur, sevgi sana gerektur. Leyli demegin meni, Leylim başka yürektur. Leyli desem de bana, meyli demesmen sana, ahir bir gün ayrılıp hayır demesmen sana. Meyli desem de bana, meyli demesmen sana, ahir bir gün ayrılıp hayır demesmen sana. Sahnamizga xush kelibsiz. Aldiq kelaylik. Rahmat. Ana qo'saldi bilan o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz tomoshabinlar. Ili diyari G'uljidan kelgan Munira Rahimjondan barliqinglarga o'tliq salom. Nima qilib kelasizsiz? Men o'zim Ili oblastlik Jungi doktorxonada ishlayman, ko'z bilimda. Kasbim doktor. Ko'z doktori mandan aytganda. Ha. Ha, ko'z doktorlarına ait az qatnashgansiz, tunjisi deyman. Unda bo'lsa, shu boshqalarning ko'zini tekshirgach, aytib qo'yamsiz, ya naqshini boshqa ishdan sotib vaqtida aytib qo'yamsiz. Yo'q. Men amdi o'zim doktor, mushu kichigimdan tortib, mushu san'atga intayin qiziqman. Ham ya'ni men mushu 1-sinfdan ta 8-sinfgacha ili rus maktabida rus tilida o'qigan. Shunga mushu ruscha naqshlarni, rus tilini bek yaxshi ko'rman. Shunga ruscha naqshlarni yaxshi ko'raman. Ruscha deganni tititimadan. Tomoshabin do'stlar, sizlarga salomni qaytib berib qo'ysin-da, uyg'urcha emas, ruscha. Qanday? Bo'ldi. Ha. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я очень рада с вами встретиться. Tugdi? Tugdi. Nima dedingiz hozir? Aziz tomoshabinlar, sizlar bilan ko'rishganimga intayin xursandman dedim. Ruschada xeli jiqdamdi nima bu gapni ya? Xeyli uzun. Endi bu til bilmaganki pandek turimizda shu nima dedingiz deb so'rabchi. Endi shu nava degan gapni ruschada nima deydi? Nova. Endi ruslarda anchalik nava. Nava yo'qdan. Dilshod Qo'f deydi, Dilshod kimni ya? Men Tayrov deydi. Tayrov deydi. Kayniga of qo'shildi. Of qo'shildi. Endi ras hozirgidek ruschada mesela ismini chaqirib qolsak Tayrov deb chaqiramda. Yo'q, sizning ismingizni Tayir deydi, endi dadangizning kayniga familiyasiga Tayir of. Tursunov deydi ekanda. Tursunov deydi. Ayollarga qatmaydi lekin, Ayolim kim qatadi? Masalan, Munira Rahimsa, Munira Rahimova deb kayniga bani. Dadangizning ismining kayniga qatadi shundami? Munira uf dedik deyman-ku. Unda bo'lsa, qanday bir maqsadlar bilan sahnamizga kelib qoldingiz? Endi mening bu navoga kelishimdagi maqsadim intayin oddiy. Men endi shu rus maktab o'qigandan keyin asosligi shu rus tilini menga rus maktabda o'rgatgan barliq shu o'qituvchi ustozlarimga rahmat aytish yuzidan va ya'ni meni yaqindan qo'llab-quvvatlab kelgan ota-onam va urug'-tuqqanlarimga rahmat aytish uchun
Ya'ni shu bizdek yoshlarga shunday yaxshi fursatlarni yaratib bergan, shunday cho'ng sahnlarni hozirlab bergan Navo programmasiga o'zimningki cho'nqur rahmatimni bildirish uchun Navoga keldim. Rahmat. Birinchi yildan 8-yilgacha chiroyingizni tortib ketdimi ruslarda? Azroq o'xshaydi. Bulardan da olsa bizning bağlıqçılar nima deydi bir anlab baqayli. Xush kelibsiz. Ovozingiz yo'riq, kuchi bor, yiqimliq bir ovoz ekan. Mayli namliq bu sho'x naqshinimi sahnada nihoyatda erkin turib, yaxshi o'rinlab berdingiz. Bo'lib bu naqsh tekstidagi so'zlarning ilinishi ravon, yaxshi bo'ldi. Sizning mush bosqichdan muvaffaqiyatli o'tishingizni tilayman. Rahmat. Rahmat Emregul ma'lum. 5 numaralı Mahir, avazınız yakınlık, yukarı tüven kısmı tekşi. Nakşının sözlerini ifade kılışınız mı Emregül degендek nayeti uçuk, düşünüşlük. Sahnedeki kıyafetiniz, hissiyatlı, kızgın, nakşını nayeti yakşı icra kıldınız. Ahmet yer olsun. Rahmet aldınızga. Bo'ldi, bizning naqshimiz bosqichidagi 5 yil mayirimiz o'ziga naqshini aytib bildi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan qolgan 4 mayirimizni sahnaga taklif qilamiz. Bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayirimiz o'ziga naqshini aytib o'tdi. Unda bo'lsa tuvanda o'tgan tomoshabin do'stlar, faraz qilib boqqan bo'lsanglar, bugungi 5 mayirimizning ichida zodi qaysi mayirimiz haftalik yulduz bo'ldi? Haftalik yulduz bo'ldi deb faraz qilgan tomoshabinimizga, to'g'ri faraz qilgan tomoshabinga mukofot buyumimiz bor. Talalik tomoshabinimizni Shinjang Aqdengiz xalqaro so'rchak shirkati bozoriga solgan o'z diyorimizda zamonaviy usul ishlangan Shohsaroy markasidagi sap paxt yotgan bilan mukofotlaymiz. Menimcha 4-numurluq Mayir haftalik yulduz bo'ldi. Menimcha 2-numurluq Mayir haftalik yulduz bo'ldi deb qarayman. Menimcha 5-numurluq Mayir haftalik yulduz bo'ldi deb qarayman. 1-numurluq Mayir haftalik yulduz bo'landiki deb o'ylayman. Menimcha 3-numurluq Mayir haftalik yulduz bo'landiki deb qarayman. Unda bo'lsa bizning naqshimiz bosqichidagi 5 mayirimiz o'ziniki naqshini aytib o'tdi. Qolgan huquq hamda tomoshabinlarning qo'lida. Qo'lingizga bilet tashishni ilib, qaysi mayirni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, naqshini yoqtirib anglagan bo'lsanglar, shu mayirning raqamini yuqori ovoz to'lab bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ko'rib bo'lgan gap. Keyinlar o'rilib natijalarni ko'rib baxsanlar bo'ldi. Muborak bo'lsin. Bizningki ikkinchi bosqichga muvaffaqiyat qadam qo'ygan mahirlarni qizg'in tabriklaymiz. Tövanga tushib, ikkinchi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. İkinci bosqichimizga o'tmay qoldingiz. Ish qilsa. Qo'lim afsuslikka nayt yaxshi naqshidan birini ketgansiz, ota-onalar kuylangan, madiylangan. Hamda shu vaqtdagi hissiyotingizni bir anglab o'tgan bo'lsak. Musobaqada yangish ko'p turdi. Mantiq kichik. Texmi yaxshi nomerlarni tayyorlab buningga kelimi. Bo'ladi, cho'qim keling. Ma'qul. Afsus sizningki shu ikkinchi bosqichdagi, uchinchi bosqichdagi nomerlaringizni ko'rolmay qoldik. Ikkinchi bosqichda qarindoshlaringiz bilan chiqib nima nomer ko'rsatmak istadingiz? Ikki do'stim bilan naqsh etib o'ynabdik. Qanday milliy usulmi yoki zamonaviy? Zamonaviy usulmi? Bo'ladi. Undan texim yaxshi ma'z qilib tursanlar, bu da bir tizimlatgandiki yaxshi tayyorlik bilan kelishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Endi usullarni shu chaqda ko'rdik, o'xshaymiz. Hech kishi yo'q, sizga mukofot buyumimiz bor. Sizni Şinjan 1000 yıl xalqaro so'lchak shirkati alohida tayyorlagan 500 yuan qimmatidagi Nazil markasidagi sovg'atliq mahsulotlar bilan mukofotlaymiz. 500 yuan qimmatidagi Nazil markasidagi sovg'atliq mahsulotlar Nazil shirkatiningki bosh o'rniga berib ilovangiz bo'ldi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Bo'ldi. Tamam bo'ling. Ata degan madadkor. Siz yaxshi ko'rgan Mahir Navo sahnasidan qo'shilishgan bo'lsa, hech qisi yo'q. O'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirning raqamining oldiga 33 ni qo'shib, 106 266 19 ga qisqa uchuq yo'llash orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan Mahirni Navo sahnamizga yana qaytarib kela olasiz. Xo'sh, tomoshabin do'stlar, ko'rman do'stlar, bizning naqshimiz bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa, ikkinchi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar. Rahmat.
derdiler. Mana senin kadrin ring bul dediler. Muratqa yetkizme ziyan kıldılar. Şirin hiyallardın başka ne kaldı? Muratqa yetkizme ziyan kıldılar. Şirin hiyallardın başka ne kaldı? Bəxit bizlərdən Təkiraq bir cüş Gəlməsən olmasan Bəxitlik durmuş Saxta sevdaları Saxta boynunda Adaletin bu mu Ey zalim yar Saxta sevdaları Saxta boynunda Adaletin bu mu Ey zalim yar Yaşlığın öter Eşkın derdi de Aşu halım yeter Ateşlerinde Kahi sen içimde Kahi umumda Göz aldımdı sen Senden ne kaldı? Kahi sen içimde Kahi umumda Göz aldımdı sen Senden ne kaldı? Bəxit bizlərdən Təkiraq bir cüş Gəlməsən olmasan Bəxitlik durmuş Saxta sevdaları Saxta boynunda Adaletin bu mu Ey zalim yar Saxta sevdaları Saxta boynunda Adaletin bu mu Ey zalim Abdullah. Bo'pti, o'zingiz to'ynistirib ha, mikrofonni qo'lingizga olib qo'yibsiz. Assalomu alaykum, Nahmaydandagi ko'rinandoslar. Ekrandagi tomoshabinlar, kechqurunlar xayrli bo'lsin. Men Nadiradan sizlarga o'tliq salom. Chiqinglar savodashma. Yo'q, meningki maktabdagi mendan yuqori o'qiydi akam. Sizmi cho'nglar ma'rifat o'qimsiz Nadiramsa? Men usul ma'rifat o'qiyman. Usul ma'rifatda, usul kasbida o'qiysiz. Bitiraylik dedingizmi maktabni? Yana 3 yil bor. Yana 3 yil bor. Unda bo'lsa maktabdagi istaqim Raurus o'ynaydigan bo'lib ketgansiz usulda. Bo'ldi. Unda bo'lsa Abdullah birlikda baliq ustozlarning bahosini anglab o'taylik. Abdullah ben de mağabas kuşta zalim yar degan bu nakşını yapıpsiz. Bu nakşı mende çıraylık nakşıken. Yaxşı orladınız.
Надисиятлық авазыңыз шундaq ешіпті. Бұл нақшыға хелі әжір сандырыпсыз. Басаңымыз ұсыны наati чырайлық яқшы ойнап бәді. Әндісі бар жоқ азырақ. Даңлап әмейлі сізіне. Азырақ бе епіңізін тепіп қойымсақ болмайды. Қапылмайды қансыз? Қапылмайды. Матонула ішіңізді киімнің рәңгі тазы маслашмапты. Яқшы орылдыңыз нақшыны. Ақ қызым яқшы әмкарлы түспәді. Сіләгі құттықлаймын. Рахмет Лисетке. İkinci numaralık Mahir yukarıda nakşı usulunla hakikaten nait yaxşı oldu. Dilşat nait doğru bağını verdi. Benim demek çoğunum İgiz avazda sal kıyınıp kaldınız. Müştiyette nakşı etiş bilimiden savatasınız. Tekimi nakşı etiş maharetiniz tekimi nait muvaffakiyetlik buldu deyip qarayman. Rahmet. Rahmet aldınızga. Boluda bağlıq ustazlarının bağısına köptün köp rahmetin da olsa aramağa susanlı. Qayrındaysa basqıçımızdaki 2. numaralık mayırımızı özünki qayrındaşı bilen numarını göstərdi. Onda olsa qızğın alqışlar bilen 3. numaralık mayırımızı qayrındaştırılan sahneyi təklif qılımız. Mərhəmət. Bilsen kalbimde şey yok, hayat güzel görüner, ömür izinden dilim söyler. Kısmetler dahi aldı ismi, rencik ne kılay, insan hayatı teklik şu kadar. Kanca davan tutsimu, gel baskan yolunu, sadakat özgermez tadır. Deymen her dem güzel bu yaşlıklar, nerede birer uluk muhabbet, şuna uyatır bu hayatta, çekişte kesret. Deymen her dem güzel bu yaşlıklar, nerede birer uluk muhabbet, şuna uyatır bu hayatta, çekişte kesret. Deymen her dem güzel bu yaşlıklar, nerede birer uluk muhabbet, şuna uyatır bu hayatta, çekişte kesret. Şeriniz bunda olsa qayrındaşınız bir tonu çıkıp etken bolsanız. Şu sanat mektebinde qo'ydigan bir jutliq Sağ dostumuz. Dostunuz. Siz ismi? Adile. Adile. Usul kasbida o'qiydi ekansiz, a? Unda olsa Şeringül dostunuzga bir ko'ngil so'zlaringiz bormi, bir anglab o'tgan bo'lsa? Bu adimizning buningdek ishlarining texmi o'ngishli bo'lishini, keyingi bosqichda texmi bir o'zining yaxshi nomerlari bilan mush ko'rilmalar oldida yaxshi natijaga erishishni umid qilaman. Bo'ladi, unda olsa birlikda bağlıqçı ustazlarning bahasini anglab o'tgan bo'lsak. Şeringül, siz şu melodiyani bu kimning naqshi bu? Kim ishlagan? Bu naqsha Aytulla adimizning naqshisi. Qaysi Aytulla? Aytulla Ela va yoki? Yo'q, Aytulla Matqasimning. Matqasim xotellik qizg'i. To'g'ri. Naqshni yaxshi o'rildingiz qarang. Ikkinchidan, Rahmat. meni demoqchi o'g'lim, sahnaga shunchalik yaxshi tayyorgarlik qilib chiqibsiz, kiyimingiz shunday yorishibdi. Ma qiz xuddi siz repetitsiya zalda ma men navoga chiqdim, bugun repetitsiya qilib olayli deganda kiyib chiqilgan kiyim ma u. Cho'qim sahna kiyim, usul kiyimni kiyib chiqishingiz kerakda. Agar mushu kiyim bilan chiqqan bo'lsangiz, siz hozirgi zamon usullarini, mushu kiyimga mos keladigan hozirgi zamon usulni o'ynagan bo'lsangiz bo'ladi. Sizning o'ynagingiz haqiqiy Uyg'ur usulni shunchalik yaxshi o'ynaydi ekansiz, chiroyli o'ynaydi. Nima uchun Uyg'ur usul kiyimini kiymay chiqqansiz bu sahnaga men faqat o'ynab bitadi. Sabab bormi Şeringül? Ya sizlar men mushtaq o'rlashtirganmi yo buni? Shu oldirib qoldik. Oldirib qolganlar. Ha, kiyimni kiygandan keyin bu hozirgi zamon bir shanday ulava. Ha shu usul o'ynab ketsam bu qiz rasmiy Uyg'urcha
таза chiroyli usulda o'ynadi. Usul yomon usulgan siz yaxshi o'ynadingiz usulni. Lekin men kiyimingizga gapni men birim deb qoldim, xapamang. Sizning tayyorgarligingiz shunday yaxshi ekan Sherimgil. Yaxshi aytdingiz. Meni gapim tugdi. Bo'ladi bog'liq ustozlarning bahsi ko'pdan ko'p rahmat. Unda Sherimgil aramaga tursanglar. Qeyrinlaysa bosqichidagi 3-numurlik mayrimizmi o'ziniki qeyrinlish bilan numarini ko'rsatdi. Unda o'zi qiziqni alqishlar bilan 4-numurlik mayrimizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Qar basqan gidiyor tağlar, basqan yeşil bağlar, basqan yeşil bağlar. Aramım yok, ey yüreğime gelir dağlar. Günde görmedim seni, günde küreğimde, günde küreğimde. Sen gülüş kendi, ey bağrıma basar bende. Pervanam bulay değmez, Gamhanam bulay değmez, Gamhanam bulay değmez. Etrafında aylanıyor divanım, bulay değmez. Etrafında aylanıyor divanım, bulay değmez. Günde görmedim seni, günde küreğimde, günde küreğimde. Gülüş kendi, ey bağrıma basar bende. Bağrımga basar mende.
Unda olsa Eminjika bu ishga enangiz bilan tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Bu yoq şeyge kelip tanıştım. Bana Erciyet'ten ta'lim berip, bana yakından köp yardımını kılan. İnim. İsmi? İhlas Can. Bunun var. Asli ismi İhlas Zoğit'ta. Siz ay Tomuşqon perdisi canına ketip koydunuz da azra? Ketip koydum ben bunun. Temperni bilinçli bitti bu. Bu inem. Bu o'xshashli menga ko'p yordam qilib kelayotgan. Dutaja berayotgan? İdriscan. İdriscan. Unda bo'lsa, ishqinglardan bir sanlar bir vakil bo'lib, Musha Eminjon akamizga bir ko'ngil so'zinglarni bir deb o'tgan bo'lsanglar. Eminjikamning buningdagi ishlarining utuqliq, o'ngishliq bo'lishini, kelargi bosqichlarga g'alabalik o'tishini chin ko'nglimdan xohlayman, tabriklayman. Rahmat. Akan bilan tanishqali necha soat bo'ldi? 3-4 kun bo'ldi. 3-4 kun bo'ldimi? Xeyli o'tdi bizga. Bo'ldi, rahmat. Ishkilanglarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Unda biz birlikda shu baliq ustozlarning bir bahosini anglab o'taylik. Rahmat. O Parvonaning bo'ladigan bu naqsha Abdulla Abdurim Dasliyev aytgan buni. Shunda chiroyli aytgandi. Buni ügünüp aytganlarım yamanchiq. Men bu xeyli uzun yil bir yerlarda aytib yurdim buni gitara bilan. O'tirishlarda, to'y to'kimlarda aytdim. Nurg'u odamlar talab qiladi. Ey, Parvonaning bo'ladigan naqshni aytib bergin deb. Melodiyasini shunda chiroyli, teksimi yomon chiroyli yozilgan buni. Mazmunliqda shu muzikasi shunda moslashgan. Naqshni shundoq yaxshi egallabsiz. Ammo lekin aşu etrafında aylanıp evcuğa iki xil elinde o. Eşek gelgende azırak ayacınızı basamay kaldınız. Aşın sal dikkat qilib avazını sal çıgımsak aşı birincisimiz azırak kankıp gitti. İkincisi de xeyli ko'rinarli kankıp gitti. Etrafında qanday bunun ovozi etrafında aylanıp deyer var o. Eşekegen biraz özünüz taz şeş yok. Bekirek küçüdünüz mü qanday ovoz sal şu hayajonni ko'tarib chiqib qolgan yerda asosiyatdan so yo'q. Ma balalar 4 kun bo'libdi siz tanishqili. Shunga hamkorlashishda azroq mesela sizin qayerga ovozini so'zib to'xtatishingizni men balalar undan nim qilama anqaramay qoldi. Shu oraliqda Tamir azroq so'z chiqdi. O'darni chekatga yer bor. Hech qisi yo'q. Uni naq maydonda chevatsizlar mandaq so yo'q. Rahmat ishtiga bo'lib turdi. Hamkorlashinglar, yaxshi hamkorlashdinglar. Bu naqsha menimcha yaxshi chiqdi. Xo'sh, Eminjon qarindoshlar bosqichida hammamizga tanishlik bo'lgan Parvonaning bo'lay deyman nomli naqshni aytgansiz. Sizga eng cho'ng ortiqchilik mush naqshni chin yuragingizdan aytgansiz. Bayqi bosqichdagi naqshingiz shu naqshning ichiga cho'kib, naytmi bu naqshni xeyli saviya bilan mukammal o'rinladingiz. Omad tilayman. Rahmat. Hakikaten yaxshi icra qildingiz naqshini. Omad yor olsun. Rahmat Abduzka. Bo'ladi Eminjon da aramaga so'zinglar. Qarindoshlar bosqichdagi 4-numurlik mayrimizmi o'ziniki qarindoshlar numarini ko'rsatdi. Unda bo'lsa qizg'in alqishlar bilan 5-numurlik mayrimizni Mayirvaning bu natijasi kelib chiqdi. Unda bo'lsa kanallarga o'rilib natijani ko'rib baxsanlar bo'ldi. Muborak bo'lsin, keyingi bosqichga muvaffaqiyatli qadam qo'ygan 3 mayrimizni qizg'in tabriklaymiz. Tuvanga tushib, keyingi bosqichimizga tayyorlik qilsanlar bo'ldi. Afsus Şeringil, bizden haftada bir yulduz bosqichimizga o'tolmay qaldingiz. Afsuslanmayapsiz? Yo'q. Nima afsuslanmaysiz? Chilgi fursatlar bor. Ya'ni kelasiz shundami? Kamchiligimning nimligini bilgan o'qib oldim. Ustozlarning bo'lishidan. Buniginde ham tirishib bo'lsa, mashimani qo'llab, quvvatlab, chog'chaga shu qarindoshlarim uchun texmo yaxshi tirishman. Eng oxirida barcha shu o'ltagan aziz mehmonimizga, shu huzur oldida o'ltagan meni qo'llab quvvatlagan yurtdoshlarimga, do'stlarimga va meni beqib cho'ng qilib mashinchilik, g'ayratlik
shijoatlik qila olayman degan ishimni qilg'izgan opamga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat. Apangizning tenning salomat, umrining barakatli o'tishini chin dilimizdan umid qilamiz. Hamda Shiringul sizgimi ko'ngil so'g'imiz bor. Sizni Şinjan yo'lliq xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan yo'lliq markasiga yarışımlıq kostyum bilan mukofotlaymiz. Mana yo'lliq markasiga yarışımlıq kostyum muborak bo'lsin. Rahmat. Navo sahimizga yana yaxshi tayyorliklarla qaytib kelishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Chuqur yaxshi tayyorlik kelaman. Rahmat. Unda bo'lsa, Shiringuldan Talay, talay yürüktüm Yana şundan Xeyirli bosqichimiz nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashdi. Unda bo'lsa, biz keyingi bosqichga o'tib ketgan bo'lsak, bizning eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Marhamat. Aydan ayıramayman Ay yüzün gülgende Aydan ayıramayman Ay yüzün gülgende Kuşuma türülgende Rencigemedi mendi Kuşuma türülgende Rencigemedi Üzmedim seni Şencim sana kalır sakın Ümit üzmedim seni Esret çektim Yarni sevindi Hasret çektim
Aldığınız son programımızga qısqa uçur yollash şəkli arqali qatnaşqan görürmələrimizin arasından 2 TL'lik abonentimizni tanlap chiqamiz. Unda bo'lsa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan aylansun. To'xtasin. TL'lik abonentimizning telefon nomeri 138 99 Yangi 27 18 muborak bo'lsin. Sizni Şinjan TAYT xalqaro sudchilik mas'uliyat şirkati ta'minlagan TAYT kollagenlik peptid bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa cho'ng ekrandagi nomerlar to'xtamasdan yana bir qatim aylansun. To'xtasin. TL'lik abonentimizning telefon nomeri 150 01 Yangi 54 32 muborak bo'lsin. Sizga mo ko'ngil sog'imiz bor. Sizni o'xshashlar Şinjan TAYT xalqaro sudchilik mas'uliyat shirkati ta'minlagan TAYT kollagenlik peptid bilan mukofotlaymiz. Makanda peyda buluptu bir gayip ana gördüm tekli makanda peyda buluptu gayip Kengri alemge tarap kettiler Onun avazı olgun kuldurma Kengri alemge tarap keyetlek onun avazı altın kuldu bu dedi gelmez ömür kayar beni hayıp kiyeldu ey likin karvan kumun üstüne kalmaydı izler kumun astı değil parlar armanlar kumun üstüne kalmaydı izler kumun astı değil parlar armanlar yaşı şol silçer ey yavaş çeker kucaklayıp yatar şol zımini torakların suyu davaş kucaklayıp yatar şungun zimini toğraqның suyu davaş toğraqның suyu Savaş
haftada bir yıldız basışıdaki 3 mayırımız özünki naqsini etip ötü onda olsa, biz bahalıqçı ustazlarının bu 3 mayırı bəgin bahasını alab etken bolsak. Hadi bak 4. numaralı mayırımız tekli makan ama ötedin bana naqşını. Yaxşı orulun bu naqşını tikisi Muhtar Buğra'nın müzikisi kimden bilemse? Merhum Ekrem Kam'nınki. Bunu tuncu kıtım oruluk adam Ömercan Alım. Şunak mı? Doğru. Ömercan Alım. Ömercan Kam. Sana barım etti, bir neçisi nurgulur ama tuncu kıtım Ömercan Alım orulup bunu daha çıkarttığı bu nasıl? Acayip yaxşı oruldunuz. Sizge Muhammed yar bolsun. 2 numaralık mahirimiz Abdullah Ahad. Bu basqışta aydın ayrıyalmayman namlıq hammamizga tonuşluq bo'lgan, diyorimizda uzoq mezgil hozirgachilik moda bo'lib kelayotgan naqshni aytibsiz. Bu naqshidagi mushu muzikalik tankashni shu yangicha aytishayotgan deb o'tdi. Mushu zamonaviylik bilan milliyatlik o'zaro birlashtirilgan bo'lib, pianino bilan satarni o'zaro birlashtirib, bir xil yangi shakl bilan elib kelibsiz. Naqshni boshdan oxir nihoyat hissiyotli, yaxshi o'rinladingiz. Mashjat yana ko'proq boshqa turing. 5. numaralık mayırmı Katosha namlıq naqshini özgürççalığı maslashqa aldı, yaxshi icra qildingiz, sözlerimi yaxshi to'g'ri talaffuz qilindi. Yaxshi bo'ldi. Bu naqshimi ayni zamonda bo'libmi 2. Dünya urushida dunyoda keng tarqalgan bir naqsha. Bu bo'libmi jangchilarninki jangovarligini oshiradigan bir naqshi bo'lib, buningki ma'naviy ufug'i haqiqatan zo'r bo'lgan. Shundaqla Katosha degan bir qurolmi ishlangan shu zamonda. Shunaqla bu naqshi yolg'izli Şinjan'da emas, dunyoninki mushu Italiya qatorliq nurg'un davlatlarda partizanlar asosan aytadigan umumlashgan keng bir tarixiy ahamiyati va bir naqshi bo'lgan. Siz yaxshi ijro qildingiz. Hammalarga omad yor olsun. Rahmet Abdülska. Yıllık çempiyonumuzun diyarımız hanım kızlarımızın güzellik için üzlüksüz izlenip gelivatkan Şinjan Özgül Soda Çekti bir maşini bilen mükafatlaydı. Haftalık yoltuzumuzda Şinjan Akdeniz Halkara Soda Çekti bazal sağan Ela Süpetlik koyu yolundan işlengen Şahsaray markasındaki koyu yolu yotkunu bilen İstanbul markasındaki bir cüp mamuk yastık bilen mükafatlayımız. Aylık yoltuzumuzda Şinjan Akdeniz Halkara Soda Çekti bazal sağan Türkiye pasonda işlengen bir yürüyüş karvat yapmış hem de İstanbul markasındaki bir cüp yastık bilen mükafatlayımız. Muşu münasebetlerin riyasetçinin kiyimini temelligen Şinjan Ayzat kiyim keçekleri şirketiga alaydı rahmet etimiz rahmet sizlerge. Şundaqla Şinjan Özgül Soda şirketi, Muhisa Gülçiliki, Xuşallık Toy Mülazmet Merkezi, Şinjan TYT Xalqaro Soda Mesuliyet şirketi, Şinjan Aytoldi Xalqaro Soda şirketi, Ürümçi Rafael Soda Əsədarlıq şirketi, Turpan Dilraba Sanat Soda şirketi, Şinjan Efendim Tor Teknik Terakki şirketi, Şinjan Uluniş Tor Teknik şirketi, Şinjan Nefise Tor Kuruluşu şirketi qatarlıq orlağı alaydı rahmet etimiz rahmet sizlerge. Biz aldı bilen muşu karxançılarını numar berişi teklif qilamiz. Aldı bilen bizden 2. numaralık mayırımız Abdullah'a qoludik 10 numarını berişini qalaydigan karxançı orlaq taxtalarını kötegen bolsanlar. Numar berilmedi. Onda olsa bizninki 4. numaralık mayırımız Emincan efendimge qoludik 10 numarını berişini qalaydigan taraf karxançılar vekillik taxtalarını kötegen bolsanlar. 1 2 3 4 40 numar mübarek olsun. Onda olsa 5. numaralık mayırımız Muniraga qolidagi 10 numarını berishni qalaydigan karxançılar vakilleri taxtalarını kötegen bolsanlar. 1 2 20 numar mübarek olsun. Onda olsa biz bugün Turpan Dilraba Sanat Soda şirketininki direktörü Cengiz Atla efendimle şikayet söz qilib teklif qilgan bo'lsak, rahmat. Assalamu alaykum. Nava programımızına qatnaşkan aziz qarindoshlar, ekran başındaki görünmenler. Ateş Yurdu, Turpan diyarındaki ösümlük bulgan KP meyve konservesini işlep çıkargan Turpan Dilraba Sanat Soda Çeklik şirketinin iş hizmetçileri, her kaysi çaylardaki vekaletçilerinden aliye selam yollaydı. Ben meyve konservesini tetkik kılıp işlep çıkaran Turpan Dilraba şirketini kurgan Cengiz Atlıboğlu men. Bugünkü Nava programına katnaşkan aziz qarindoshlar, ekran başındaki görünmenler, sizinle birge olmaktan memnun oldum. Ben Şinjan'a gelip 6-7 yıldan bu yak KP meyve konservesini tetkik kılıp siz halkımıza sundum. Bu hizmetten çarçap kalgan çağda Nava programlarını görürüz. Türkiye'de mi nurgun programlar var? Lakin her külün Kurağı başka degen gep.
Bu nava programı nahiyette yaxşı programken. İş hizmetçilerime yaman cefa tartıken. Barlık aziz kardeşlerim, ailenize bahit sünüp kalsın. İşleriniz büyük olsun. En mühimi aziz tenizlerle selamet olsun. Hepinize hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Burada tamamladım dostlar. Karxanchilar vakillarimiz o'ziniki numarini berib o'tdi. Unda bo'lsa qolgan o'quvchilarning qo'linglarda. Qo'linglarga bilet tashlashni elib, o'zinglar yoqtirgan mayirning rad numarini yuqori ovoz to'lab bilet tashlasanlar bo'ladi. Unda bo'lsa bilet tashlash boshlandi. 10 9 8 7 6 5 4 ichimligi iching. Muborak bo'lsin, bizning atlilik yulduzimiz oxiri maydonga keldi. Bizning atlilik yulduzimiz Eminjon muborak bo'lsin. Unda qolsa Eminjonni bugungi atlilik yulduz bo'ldi deb parasqan tomoshabinimiz nima o'tadi ekan. Talaylik tomoshabinimiz muborak bo'lsin. Sizning Shinjong Aqdengiz xalqaro suv chekishlikda bozor sog'an o'z diyorimizda zamonaviy usulda ishlangan Shohsaroy magistiki sap paxt yotgan bilan mukofotlaymiz. Bugungi bizningki shu sanamizda bizga yaxshi narsalarni o'rnab bergan bizningki munavvar mayirlarimizga mukofot bo'yimiz bor. Bizningki munavvar mayirlarimizni Urumchi shimoli Davon yo'liga joylashgan Iqborbog' milliy muzikalik oromgohi ta'minlagan 500 yuanlik e'tibor kartasi bilan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Unda bo'lsa baliq ustozlarning bugungi haftalik yulduzlarimizga shundaqla munavvar mayirlarga guldastlarni shundaqla lo'nqilarni yetkazib berishlik qilamiz. Marhamat.